Barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Bugun Ramazonning 20-kechasi kiradi. Shu bilan Ramazonning ikkinchi 10 kunligi ham tugaydi. Va ertaga shomdan keyin Ramazonning oxirgi 10 kunligi boshlanadi. Va solih amallarda musobaqa qilish uchun eng katta mavsumga kiramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlik kirganida jiddiy jahd qilib, tuni hammasini ibodat bilan o'tkazardilar va ahllarini ham tunda ibodat qilishga uyg'otardilar. Oxirgi 10 kunlikning buyuk sunnatlaridan biri e'tikof amalidir. Solihlar dunyodan uzilib, namoz, Qur'on, zikr, duolar bilan Allohga taqarrub qiladilar. Alloh bilan yolg'iz qolib, Allohga yuzlanadilar. Allohga yolvoradilar. O'zlarini sarhisob qiladilar. Turli ibodatlar bilan qalblarini poklaydilar. Vaqtlarini bekor o'tkazmaydilar, balki nur, hidoyat, rahmat bo'lgan Qur'on bilan mashg'ul bo'ladilar va ushbu oyatda sifatlangan solihlardan bo'lishga harakat qiladilar. Robbilaridan qo'rqadigan zotlarning terlari Qur'on oyatlaridan titrab ketur, so'ngra badanlari ham, qalblari ham Allohning zikri bilan yumshab, orom olur. Aytganimizdek, oxirgi 10 kunlikda bajariladigan buyuk ibodatlardan biri e'tikof. E'tikof deb Allohning toat ibodatida bo'lish uchun masjiddan chiqmay o'tirishga aytiladi. E'tikof albatta masjidda bo'lishi kerak. Eng afzali 3 ta masjidning birida bo'lishi. Masjidning hovlisida xonalar bo'lsa, ular ham masjid hisoblanadi. Lekin bu xonalarning masjidga qaragan eshigi bo'lmasa, eshigi tashqariga qaragan bo'lsa, bunday xonalarda e'tikof o'tirilmaydi. E'tikof o'tirgan odam masjid hovlisiga yoki yuqori qavatlarga yoki masjid minorasiga chiqsa bo'laveradi. Masjid tashqarisiga faqat ehtiyoj uchun chiqadi. Agar e'tikof o'tirgan odamga birortasi iftor va saharlik olib kelmasa, ovqatlanish uchun masjid tashqarisiga chiqsa bo'ladi. Oxirgi 10 kunlikni hammasida e'tikof o'tirishga imkon bo'lmasa, imkoniyatiga qarab 1 kun, 2 kun o'tirsa ham bo'ladi. Ayrim ulamolar xohlagan vaqtida ozgina bo'lsa ham o'tirsa bo'ladi deb aytishgan. Ba'zi ulamolar esa tunni ham qo'shib o'tirish kerak deb aytishgan. E'tikofda bo'lgan kishi namoz, Qur'on, duo, zikrlar bilan mashg'ul bo'lishi kerak. Atrofidagi odamlar bilan gaplashib o'tirmasligi kerak. Telefonda ham o'tirmaslik kerak. Ijtimoiy tarmoqlardan uzoq bo'lishi kerak. Agar masjidga kirib olib, telefonda dunyoni kuzatib o'tiradigan bo'lsa, e'tikofda nima foyda? Ba'zilar internet orqali bozorlarni kuzatib, oldi-sotdi qilib o'tiradi. Ey birodar, siz e'tikof o'tiribsiz. E'tikof o'tiruvchi talashib tortishishdan ham uzoq bo'lishi kerak. Ehtiyoj bo'lganda gaplashishning zarari yo'q. Muhimi, e'tikofda Alloh bilan xoli bo'lish. Allohning uyi bo'lgan masjidda, Allohning toat ibodatida bo'lib, Alloh bilan xoli qoladi. E'tikof o'tirganida ishiga bormasligi kerak bo'ladi. Ayol kishi erini ruxsatisiz e'tikof o'tirishi joiz emas. Ehtiyoj bo'lmay turib, masjiddan chiqadigan bo'lsa, e'tikofini buzgan bo'ladi. Agar biror ehtiyoj bilan, misol uchun g'usl qilish kerak bo'lib qolsa, masjiddan chiqsa bo'laveradi. E'tikof o'tirganda janozaga, kasalni ziyorat qilishga bormaydi. Faqat masjidda bo'ladi. Mana shular e'tikof haqida qisqacha ma'lumot.